O'rtoqlar, men sizlarga zo'ridan topdim, a главный arzonidan topdim. Arzon variantda taksiga mashina topdim. Belgi X50. Birinchi hafta 1700 dan, keyingi 2 hafta 2100 dan, keyingi 4 hafta 2400 dan, a dalshi o'rtoqlar 2700 dan. O'rtoqlar, bu mashinani gazlisi ham bor. Birinchi 2 haftasi 2600 dan, a dalshi уже 2900 dan to'lab borasiz. Skoda Octavia na gazu 2400 dan 3 hafta, dalshi 2700 dan to'lab borasiz. O'rtoqlar, Comfort Plus'ga esa Belgi X70. Birinchi 2 hafta 2700 dan, keyingi 2 hafta 3000 dan, a dalshi уже arendasi 3300 dan ketadi. Eng qizig'i shundaki, bu mashinalarda arendasi birinchi kuni besplatno, lekin nakopительный взноsi ham bor. Har kuni 300 rubldan 1 oyga.